Ya valla qaytdik ya. Tamam. Men kirgan vaqt uchun necha to'sh kayfiyat bo'lib ketdi. Pastga tushdik. Shunda yana odamgarchilik qilib chiqdi Shuhrat chiqib. Adash, endi mayaqdan kelib mayaqlik qaytadigan bo'lib qoldinglar. Zahardek tegiyotdi desiga. Abamiz yana bir hafta turinglar adash deydi. Nega borimizdek ne biz? Mayli bo'lmasa atsam. Unda deganlar Murat sal nima qildi dedi. Muratni yomoncho bo'lani. Bo'ldi biz qaytaylar adash. Rahmat sen jiq avar qildik jinim ag'inam. Deb bu Rustam ikkimiz uyadimi chiqib ketdik. Hilqi Lyangzining kinosiga otiylar biz. Ketib parimiz ikkimiz bir-birimizni yetib, noshitimi qilmadik-da, numus qilibchi. Qanday noshit qilsa, numus kuchingdan. Ishimda o'ylab ketib barman. Men yana biroz to'nqaq edim meni. Ro'zaxonni deb qasir tutdi-chu ishim. Birisi bir to'nib ketdi meni deb. Da ketib berib. Nima desa, ro'zaxon dedimi? Ro'zaxon dedimi sen? Yo'q, jumaxon deyapti-da. Lag'on, ro'zaxon dedimi? Nimaxon dedi qo'ysam. Taxon dedi. Lan, ro'zaxon dedi qo'yirsam. Yo'q, tavuzchi bo'lan qo'y deb baqirayapti-da. Ro'zaxon emas. Bo'lan qo'y degan gaplar ro'zaxonlik ekan. Ketib boramiz. Qasaq degan Sham. Rustamni urg'imli keladi juma. Desablatgim keladi. Nima po'xyab kelib oldim? Nima tiklashdi menga igilikni deb. Uningga men yaxshi ko'ngildi deb, ya'ni to'g'ri tushunma, oxir ashtamayib, kashqurun soat 7 bo'ldi. Samba deb qarmayga basanglar ko'rsa, qarmayning samba deb bir cho'ng, bir shangchang va baza. Shu sambani oldida bir o'rindiqda o'tadik-da, qalb degan gazvoqlab ketdi. Endi g'azan o'sim yeyli degan kelib qo'yganman. O'rindiqda o'tiratdim. Bütün xiyolimda shu g'azibim bor. Kechni nada yotamiz deb o'tirsam tulpunim sayrab ketdi qara. Vay, Shuhrat ag'inam chidimabdi oxiri menga. Yeni kedib olsam dadam urgan tulpun keldigine qara. Endi olay desam, nima deyman deb, uyliklamizda deb chiqib ketgan. Amay desam bu dadam. Men turib ketib borman. Endi shu chaqdagi hissiyatni ustiga deb bersam, Şinjanning burungi bir ta'sirli kinolari bor-ku. Shuningda menga o'xshash bir personaj ashtaq yegi kelgan chaqda chiqadigan bir muzika bor. Naq shu hissiyat. Can tutmay aldım ama oğul valla deb. Ya dada deb. Maqsa. Endi asli ya dada dedim ba. Ya dada sen ya balam. Voy. Ya qanday qotdi iliklarni tishlab oldinglarmi? Voy tishlab oldik dada biz kelsak bu tishlakli ilik ishlatdimiz biz. Vay bu qarmaydi igilik dada sen bu. Ya balam diqqat qilinglar uşaq olab tikilmanglar ilikni. Qani bo'ldi biz qo'ymisiz? Dada qarab tiklay ey. İşlerine yaxshimi da? Voy ishlar dahshat o't dada. Ya balam bizning qo'shnilarni baldir kelibdi-ku, seni o'sha qarmoq igilik tiklab ketdi deb. Shu ishchi, pishchi olamsizlar deydi-ku. Qanday odam olamsizlar? Zavqinglarga deydi. Shuni nim deyman? Ya dada biz endi mayadim shu zavodda ishlaydigan kinishkisi bor, bolalardan 5-6 tani yeyaptimiz dada. Ularni bu da sexni yo'qotgan chaqda alay. Marketim turibdi sen, ma'qul. Ya tamoqni qanday qilyapsizlar? dedi-da. Nim deysan endi tayyor cho'p yeb uylaydidik, deyil olmaydi. Ya dada tamoqni men aytganligim shu Petermanta. Atgan choy. Go'sht nanmishlar bilan, tushligi yana shu polo, shu yangangro, shu somen pomen, musho, kashqurullik, kavob, samsa, dapanji desam, ya balam ay, to'rtdan isteflarda yo'g'on cho'p ketmay juma ro'za qilmasang deb qo'yar. Kashqurullik andi suyu salang yanglar balam bo'lsa, tangli bo'lib ketsa. Apam veremedi dedi. Apamga bardash veremeymen de hem de o keyfiyatimda. Vallahi apam ben ayrım buraya hazır iyilik yapıp kapıya şuru olaydı dedi. Hayversem Rüstem biz açtak yavatımız mı? Samsılan ne yavatımız mı? Kordakla ne dedi? Yavatımız o. Karmayı berip bunda aylındığın orunduqda otursa dividen 15 gün taza aylandı karmayını. İşki maşinan bulup gidiyordu dividen 30 durum bulup gitti eminim.
çaylar puturun tökülüp gidiyordu dedim. Yüzpüz tökülüp bol diye Rüstem. Şunda keyfiyatımını tutup. Yakı davlilaşıdak halimi yok. İşte otursak bir bado maşin kendime de çakı var. Bir bado maşin kepla çavuşunu aldı da toxtu dediğine toxtu dedi Rüstem. Ama Rızak'ın kelgösü de bizning açtaq badolarımız olup ketidi dedi. Terkişimni ifadələmədi bununla. Mening deginim kelgösüdagi badoni nim qilsa, hozirgi yeydigan bir siqim dadoni tapqini deyapman deymi? Qin o'tiratdim-da, bu badoning bir shopri tushib, mentirab qarab. Bunda qarab kelyapti-da bu men qarab. O mangam mındaqlı qara qo'ygan odamga men mushta qarab turman-da. To'shangdagi rasmdek turib turman. To'nuvason debchi. To'nivet. Bir ton jinim aka, ton. Bir to'nivet kina. Ya sen helqi g'uljitga ro'za xumali dedi bu. Rüstem, aka! 100% ro'za xumush o. Chaqchaq qilaylar, salchaq. Voy, tunung. Tunimiz. Buti shu. Axiri mecbur tunutib bu odamga. Saqam sen bilan men helqi g'uljitga nimpangning dedi. O aka, nosturpangni bir o'tadiq-ku. Shu to'g'ri chiqdi-da, sen helqi nimani dedi? Voy, shu Nig'mat akamning to'yida o'tadiq. To'g'ri chiqibdi qara ta'limga. Bu yoqqa qolsan-ku dedi. Ya'ni chand o'tmadim. Endi akam avo meniki Sho'hratda bir Abduzaydaga ag'inam batdi. Shu balasining to'yini qilibdi-ka, shuning to'yiga kelgan. Nima deyman endi? Osh qilib uylaydi to'q odamda, hozir uchrashgan odamga. Shuning to'yini aylab, o'sha to'ylarini tugitib, aka hozir bunda adiq-padiqlarni, chillaqlarini tugitib, bunda aylab chiqqan shu to'ydan desam, saqam amsa bunda Ro'zaqon sening yaxshi-yaxshilaringni shu chaqda biz angilgan Jeliznayada. Yaxshi qilibsa saqam tonishib qoldik. Kechda mening bir mehmonlarimga saqam bir dasturxonim batdi. Shuni qatnashmagan bo'lsang dedi-da. Endi manga hayotimda undaq peyizga pushurmaydi. Shuna yan chandotmay, Rustam amsa, bolalarning ishini qanday qilamiz, uni qoldirib o'tamdi desam, voy baba, baldi qilginaba dedi. Mushakimizga borimiz bo'ldi. Napoleon Hill nim dedi, kontonishda eng tonish yaxshi dedi. Bo'ldi mushakimizga boraylik desam, qo'sa qandaq dedi-da. Qo'singlar qandaq deydi, endi hozir to'ydan chiqdik deb osh deymanman. Satqo. Ama hozir to'ydan chiqdik, qo'saq sal o'r akasam, amsalga mayt azrab ishchilik bilan evalayli. Endi qayda o'tirishib ketimiz deb, shu sanba chavushining ichiga kirdi. Chavushiga kirdik, taransh ketib bordi. Qarsam Rustam yo'q. Bayqush ondaq yerga tayyor cho'plarni tizqibga eshik berib turibdi-mush. Bizga refleks bo'lib ketibdi tayyor cho'pchi. Yelayversan qilamiz uzun ekitga shaqa. Qo'singlar to'xusa saqam debdi bizga qara. O'sha soda suyidil ishkini ipadi. Soda suyuning peyzini ko'rmasan, osh qilsaq ich. O tamaq singirish emas, oshqozoningni pushqog'ingdan chiqarib yetirgan u. Yoz bo'lib ketbarmiz-da biz. Shuna u yerdan birindan oldi, mashinasining keyniga soldik. Amsa saqam mendaq endi men o'tirish men bugun Sayibxon. Endi ayada men Sayibxon bo'lganini iste'mol qilib qolmasam, tamaq yelaymayman sonunda. Men bir lag'mandan birini urib olay. Aslan bilan paranshib soda suyuqlar ichib o'tirib qo'ysanglar, ancha ketsa deb. O bir zulmga, bir ashxonaga kirdi bir lag'manxonga. O'timiz Rustam degan tip o'tidim. G'azib chiqib bordi Rustamdan. Taqtaqtana bir amal qilmayman, jimtiqna. Deydi qoldi qo'yib. Ya lag'mandan birini sizlarga dedi. Bo'ldi deyishim kerak qo'yim dedi. Osh deymanmi? Bo'ldi aka. Lag'mandan birini dedi. Bir lag'man chiqdi qara. Titrabdi, cho'p degan. Ay, yangi yo'q degan inchiq to'tpishak turibdi. O'sha qo'rg'i go'sht deb samsaq palak, qip-qizil mayliq ay bir ta cho'pi maydonda chiqib turdi qara. Ay, shu cho'pdan chiqib yavasan ilqin. Dehshat bo'lib ketgandi. Qani kamamsizlar dedi-da.
Behuzur aka dedik. Aşk olsak behuzur demek. Ay kişinin nargis kılmay tat etip ağırılmadısı ya. Gönderdi bir gepke o. Yap kaldı bu adam. O da kötür koyup. Alıdı. Rüstem işimiz tanılık bizde. Yana arılaştım, şutlu aldı, bizim tanılık. Mındalık qarab edi, men maya qarab oldim da. Rüstem kontrol qilamapti o'zi. Be ishking birini yigina. Abi benim yanlara adam qarab emay. Nemeyamiz ham sesam. Meni Petermans o'xshaydi, ikki taldim mantiqsizmi? 3 dan qilmasin chaka, 3 dan. Rüstem aka bir nang'il 3 mantil qilmasin choda. Baba lag'maydi ishkin yigina ash qo'saq demamsizlar deb ishki lag'mani chiqirib qo'yay deb tamoqni yeb mashinasiga tushdik. Yilqi o'tirish bo'lgan yerga bordik. Sap 20 kishilik bir yozurka, oy parda deganni rangarang esitibdi jo'zida har xil mevlar shundoq bir ranglik yilqi so'rinninki qurilmasi. Asli bu dunyo ranglikka. Rüstem ishkimiz 15 kun osh yurib rangsiz bo'libmizkanda. Çıkasım işçilcim o bugün. Bugün işçilsen hemen sana bağladı. Bugün işçilsen ülkemiz şu cuma. Makul böyle sen çan tutma ne dedim. Bu hakimiz sakam. Otağa akan sel çakçakçı aşı. Bizim bir çık boza kıladı amalı aşını bir ilivet yine dedi de hem de. Kız tipegine aşını bana ip koyuna basadı. O cinim çıkasım alımen koyma o ne? Yo, ama da çakçakta alamsam münasebet kıp olsam alımen de yol kılıp olsam. Pul telep olsam. Çakçaklarımı yığıp mıştak oturuyordu ben şu. İliviteydi. Sazpaz çelinde yumurdum bir işkini dedim. Vay içilip kaldım yumur degeni davadım ben. Çaşım çakçak yelkene bir ketime 3 ketim ili yetitme yelkene yadım diyor. 3'e ketitme ben de özüm. Çan, Pekaz, kızı da Rüstem degen. Öte yürüse yigit oğul. Bir 800 so'm 1000 so'mdek pul topdim. Yurigim o'rniga tushadiga qara. Ketma, desam ketalayman endi. Qaytib soat 13 ga bular qaytib azroq iste'mol qildi. Men u akamizni Mahmud kamni bir shaxsiy aka qilib bo'ldim. Aka, mehmonlarni qanaqa qilamiz aka? Kimlar nega gapiramiz? Xuddi bir 20 yillik aka qildik. Yaxshi bo'ldi juma aka Mahmud aka ajoyib izni qildik aka. Qani dedik. So'rindim, pastga tushdik. Şurada mehmonlarimiz bir neçkidan ketdi, Mahmud kam ishimiz qoldi. Qarsam Rüstemim yo'q meningki. O ishchi olgan degina ayada, o mas'ul ketgan o bayqish. Ya qana Rüstem? Ya Rüstem desam, Rüstem. Ay bütün senin hammini tabal qo'yapti, ikki qo'lida liqsay. Mustaqil o'tib qara. Ay bir oğlak ip mangan atcımı elkine hissiyatı. Am toğırdan unay ötüldü mü senin elime bizge. İşte oldu lıksay. İşte Mahmud kam, Rozakov kam, rahmet. Bugün yaman yaxşı kız tüpedin de bir 1000 so'm ya bir 500 so'm pul beriydi almadım. Ya akam to'g'rimaydi. Bo'ldi men yaxshi o'ynadik, yaxshi tanishdik deb qaytirib o'tdim o pulni. Ham to'g'rimaydi. Qaytirib yetib turadim. Saqam sizlar qaysi yotoqqa tushdinglar dedi-de. Mening yotiq edigina bizda. Deydi mening Rüstemim basamidi o'zini. Mahmud aka. Yig'layotdi, saylar bir-birisiga tegib yotdi. 15 kun bo'ldi aka, biz yetib qopatib. Nega chunki biz chiqadimiz bo'dirib ketdi. Onun gapini anlab o Mahmud kam yama ak ko'nglimga quchoqlab, umuş yig'lab ketdi qara. Pulva derdim menda. Sonra nim bo'ldi dedi, "Voy jinim akam, buni bir saqiysa deb bir shirkatning bir vakolatchiligini ilib, bir 10 ming so'm pulni to'lab kelgan" deb dedim. Bakvalni. Shundan keldik aka, o saqiysa emas, biz og'riq bo'lib ketdik jinim aka bu yerga kelib. Mana mal eti urimiz, malni o'gin salimiz, indin salimiz deb mana 15 kun bo'ldi aka.
Bizim yatıdığımız mı yok? İşçidiğimiz mi yok? Senin başka hiç nemiz yok aka. Sen yo bu ama iyilik tiklaş için bu yında buludu. Bu cira buldu ben orlaştırma edip bu akımızdaki yılgız 3 qavatlik sağlam binası var ki ijarığı berdiğan ilqi. Denşin Gunya deymiz mi? Aşında bir kızdan oturgan. Eşeğe berip ma öyünün ilgisi afkam 3 ay oldu ikemidi. Pulum tölemedi. Bu kulubni çekip kirip keç saat 1 olganda. Bu şu sizler yetinglar dedi. Qarmaydın taş tapmaq yaman təsga qara. Muy bütün həmminin bilə urpaq tuxçumay. Ustaqallar bilə urpaq toqa sənin içindən çıxırıb çö. Qaratı ay Rüstem qayadan tapdı. Moşlara bir beşimdə bir taşına burqub jarangıdı çıxıb körsək. Peçetli bir öyke digine qaram. Ben şan şije televizor, iki karvat. Soğalları içinde Rüstem digen kucaqlab məs söyüb qaldı bunu. Minimi söydi, Mahmud Kamnımı söydi. Söy. Mahmud Kamnım şopurnımı söydi. Eynek verip üzünümü söydi. Ey öyümüz, cinim öy. Adaş napal yıkıyorsun nem dedi ya. Məs, nem dedi? Öy yıkının cini yok dedi. Öyümüz bağ oldu da. Rahmat Mahmud aka sana dep bəkçik yaxşılığını kötü. Maketim teklif qıqa o akam ne? Guangzhou'da bakılıp kilemedi. Bu ras bağ personajı. Şunu lan bu hemen yaman capa tutkanı.